Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aka-ukalar. Navbatdagi darvozamizni Oltiariq Fayzobodga olib kelib o'rnatdik. Darvozamiz razmerlari eni 3,5 metr, bo'yi 320 bo'lgan. Darvozamiz materiallarini bir qator tushuntirib o'taman. Chetlari 8 ga 8 profildan, ikkilik stinkada bo'ladi, qalinidan. Darvozamiz rama qismlari 8 ga 4 profildan bo'ladi. 1,7 stinka bo'ladi. Ichlari ko'rib turganlaringiz yog'och joylari turlik neobrazno yog'ochdan bo'ladi, rossiyskiy sosna. Darvozamiz 3 qanotli bo'lgan, alohida yig'ilib ochiladigan holatda bo'lgan. Darvozamizga glazok zamoklarni ham originaldan qo'yib, xudo xolasa mana zvonoklarigacha olib kelib o'rnatib berdik. Darvozamiz xudo xolasa idealniy bo'ldi. Mana shu narsaga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Kim nimaligini topgan bo'lsa, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Videomiz yoqqan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Rahmat hammaga.